Abduqodir Kuzanov to Real Madrid. Here we go. Futbol o'zi qiziq sport, lekin ba'zida bir-ikki narsalarni tasavvur qilib yuborsangiz, bu yanada qiziqib ketadi. Abduqodir qishda Manchester Cityga transfer qilindi, lekin endi tasavvur qilib ko'ring. Agar Abduqodir Husanov qishda Manchester Cityga emas, Real Madridga o'tganida nima bo'lardi? Kim asosiy futbolchi-yu, kim zaxiraga tushib qolgan bo'lardi va bu afsonaviy klubda o'zi o'ynab keta olarmidi? Keling, bugun tasavvurimizda tahlil qilib ko'ramiz. Menimcha qiziq video bo'ladi. Shuhrat Setanta Sport O'zbekiston kanali, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Lansdagi statistika. Yana o'sha statistikani qaytarib o'tirmayman. Bilamiz, Abduqodir Husanov O'zbekistondagi eng iqtidorli himoyachi va futbolchilardan biri. 19 yoshda Fransiyaning Lens klubi asosiy tarkibi futbolchisi edi. U juda ham xotirjam, ishonchli o'yin ko'rsatayotgan edi. Go'yoki 19 yosh emas, allaqachon 25-29 yoshdagi tajribali himoyachilardek. Allaqachon Chempionlar Ligasida Arsenalga qarshi o'yin o'tkazib, o'zini munosib ko'rsatgan. Bunday talant albatta top klublar e'tiboridan qolmas edi va o'sha paytda Realda markaziy himoyasida muammolar bo'lgan. Menimcha tarkibida himoyasida muammosi bor jamoaga Husanov ideal variant edi. Demak, Husanov va Real Madrid. O'sha payt, ya'ni qishki transferlar oynasidagi paytdan kelib chiqib aytamiz. Demak, hozir Realda bizda shunday himoyachilar bor: Rudiger, Alaba, Militao va Raul Asensio, akademiya futbolchisi. Alaba tez-tez jarohat olmoqda, Militao esa endigina tiklanmoqda. Shu sababli Husanov aynan shu pozitsiyada raqobatga kirishi mumkin edi. Asensio akademiyadan chiqqan, lekin hali katta tajribaga ega emas. Husanov esa Fransiyada asosiy o'yinchi, katta bosim va asosiysi katta jamoalarga qarshi o'ynashni biladi. Yaqqol misol PSG. Agar Alaba yoki Militao sog' bo'lgan taqdirda ham Husanov kamida zaxiradagi futbolchilarning birinchi raqamlisi bo'lib turardi. Endi tasavvur qilamiz. Transfer o'xshaganida. Tasavvur qiling, yanvar oyining so'nggi kunlari Real Madrid Lensga o'sha 30-40 millionni berdi va oxiri Husanovni sotib oldi. Madridga keldi. Deylik 12-raqamni oldi va darhol asosiy jamoa bilan mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Butun O'zbekiston shokda. Avvaliga u La Liga yoki Ispaniya kuboklarida o'yinni zaxiradan boshladi. Ammo Militao va Alaba jarohatlari tufayli sekin-asta asosiy tarkibga qo'shildi. Chempionlar Ligasi asosiy futbolchilardan variant bor: Rudiger yoki akademiyadan Raul Asensio yoki yangi transfer Husanov va albatta Abduqodir asosiy tarkibda. Yetmaganiga uni sotib olmoqchi bo'lgan jamoalardan biri Manchester Cityga qarshi o'yin. Hollanddan to'pni olib qo'yishni tasavvur qilsangiz, wow. Endi savol, agar Husanov o'tganida kim zaxiraga tushgan bo'lar edi? Eng ehtimoliy nomzod bu Raul Asensio. U hali yosh, tajribasi kam, shunchaki potensiali bor himoyachi. Husanov kelgach, Raul Asensio Kastilyaga qaytarilishi yoki ijaraga berilishi mumkin edi. Alaba va Militao ko'p jarohat olganligi uchun jamoada asosiy himoyachilar Rudiger va Husanov bo'lishi mumkin edi. Keyin nima bo'lardi? Hamma narsa har doim futbolchining o'ziga bog'liq. Agar Husanov yaxshi o'yin ko'rsatganida, albatta u asosiy futbolchi bo'lib qolardi. Yevropada katta nomga aylanishi, transfer bahosi keskin oshishi mumkin edi. Bu nafaqat uning, balki butun O'zbekiston futbolini tarixdagi burilishi bo'lar edi. Husanov Realga o'tganida unda rostdan asosiy futbolchi bo'la olishga faqatgina yarim mavsum ichida isbotlash vaqti berilar edi. Chunki yozda balki Saliba yoki kattaroq top himoyachi ham kelib qolishi ehtimoli yo'q emas. Nima bo'lsa ham Husanov allaqachon tarixga kirdi. Bu yoshida Manchester Cityda bunday o'yin ko'rsatishi to'g'risi hammaga ham emas va bunga alohida respekt. Biz shunchaki tasavvur qilib ko'rdik, xuddi har bir futbol muxlisi kabi. Sizningcha, agar Husanov qishda Cityga emas, Madridga o'tganida yana nimalar bo'lishi mumkin edi? Izohlarda kutib qolaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat, Setanta Sports O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.